Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. 12-chi navbatlik Janva kishilik huquq va demokratiya yig'inida Uyg'urlar va Ilhom To'xti masalasi anglatildi. Amerika heyeti Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Mutaxassislar Wuhan virusi 550 milliondan 650 milliongacha bo'lgan kishini yuqumlantirishi mumkin deb faraz qilmoqda. Türkiye, Avrupa devletleriga vizani amaldan qoldirdi. Tövəndə ehtimol xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Xalqaro nüfusluq kishilik huquq tashkilotlaridan bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotini kuzatish guruhining 2020 yillik 12-chi navbatlik Janva kishilik huquq va demokratiya yig'ini 18 fevral kuni Janvada o'tkazildi. Mazkur yig'inga Iran, Vyetnam, Xitoy qatorliq mustabid davlatlar hukumatlari yurgizgan kishilik huquq tafsirchiligi haqida doklad berishga faoliyatchilar taklif qilingan bo'lib, Uyg'urlardan Amerikadagi advokat Nuri Turkal ve İlham To'xtining qizi Javhar Ilhom Uyg'urlar vaziyati ve Xitoy tarafidan atalmış milliy qudrat qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoq hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti masalasi haqida doklad berish taklif qilingan. Atiganlik yig'inda doklad berishga o'rlashtirilgan Nuri Turkal apandi sin ko'rinish orqali Amerikadan yig'inga qatnashgan. O dokladida Xitoy kommunist hukumatining 1949-yildan buyon Uyg'urlar ustidan yurgizib kelayotgan bostirish siyosati ve navbatda Uyg'urlar yurgizilayotgan lagerga qamash, ig'ir darajada nazorat ostiga olish vaziyati haqida to'xtalib, Chunchangguning atalmış Uyg'ur avtonom rayoniga sekretar bo'lib kelgan 2016-yildan buyon necha milliongacha Uyg'urning lagerlarga qamalganligi, lager sirtidagi Uyg'urlarning Xitoyning yuqori texnikalik nazorat sistemasi ostiga ilinganligi, erkinligidan ayrilgan ota-onalari lagerlarga ilib ketilgan bolalarning yotoqlik maktablar nomidagi bolalar lagerlariga qamalganligi qatorliqlarni tafsiliy so'zlab, har qaysi elle va tashkilotlarning Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan zulmiga jiddiy ko'ngil bilish kerakligini o'tirib qo'ygan. Javhar Ilhom doklad berganda, avval 2014-yili Xitoy hukumati tomonidan atalmış milliy qudrat qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoq hukm qilingan dadisi İlhom To'xtining kimligi va nima sababdan Xitoy doiralari tomonidan muddatsiz qamoq hukm qilinganligi haqida guvohlik bergan. U yana navbatdagi Uyg'ur vaziyatining jiddiyligini o'tirib qo'ygan. Javhar dadisi İlhom To'xti haqida to'xtalib, o'zining 2013-yili 18 yoshida Beijing aerodromida dadisidan ayrilgandan keyin Amerikaga kelib mustaqil yashashga majbur bo'lgandan keyingi ahvollarni bayon qilgan. O sözüde, gerçi ayni chaqda o'zining amdil 18 yoshga kirgan. Dadisi İlhom To'xtining nima sababdan Beijing aerodromida majburiy to'sib qilinganligini ve o'zining balaliq mezgilda dadisining doim Xitoy soqchilarining ta'qib qilishiga uchraydiganligini texib bilmagan bir qiz bo'lsa-mu, lekin 2014-yili 15 yanvar kuni dadisi İlhom To'xtining Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilinib, atalmış milliy qudrat qo'lliq va davlatni parchalash jinoyati ortilib, muddatsiz qamoq hukm qilingandan keyin dadisining o'z millati Uyg'urlarning barobarlik uchun kurash qilgan bir kishi ekanligini, teximi cho'nqur tunib yetganlik qatorliq ahvollarni bayon qilib, Xitoyning Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoy faoliyatchilari va Hong Kong namoyishchilariga yurgizgan qattiq qo'l siyosatlaridan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga emas, balki Xitoydagi barliq xalqlarning kishilik huquqlarini dafsanda qilayotgan bir mustabid hukumat ekanligini ta'kidlagan. Javhar yana dunyo jamoatchiligidan dadisi İlhom To'xtiga o'xshash o'z xalqining barobarligi va erkinlik uchun so'zlagan Uyg'ur ilm ahlilarining erkinlikka erishishiga ve Xitoy kommunist hukumatining qattiq bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlarning navbatdagi ig'ir vaziyatiga jiddiy ko'ngil bilish kerakligini, navbatdagi suratda Xitoydan har qaysi rayonlar va dunyoga tarqalayotgan Wuhan virusi, ya'ni koronavirusidan yuqumlanish bargancha ig'irlashayotgan mezgilda Sharq Turkistondagi lagerlarning ichidagi Uyg'urlarning texmi xatarlik vaziyat ekanligini ogohlantirgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kuzatish guruhi 1993-yili Amerikalik kishilik huquq faoliyatchisi Morris Abraham tomonidan qurilgan bo'lib, har qaysi davlat hukumatlarining kishilik huquq vaziyati va demokratiya vaziyati masalalarini kuzatish va baholashni o'zining asosli xizmat doirasiga kirgizgan nopozliq tashkilot. İkinci ayının 19. günü Amerika'nın Ankara'daki baş elçiliki siyasi maslahatchisi Marcos Mandohan, diplomatiya aloqa ministri Jamrin hay'at sifatida Qaysariyadagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining bosh markazida ziyoratda bo'ldi. Sharq Turkiston majlisining raisi Seyit Tumturk apandi ularni qarshi oldi va nurg'un masalalar ustida suhbatda bo'ldi. Koreya urushidan beri paydo bo'lgan Turk va Amerika do'stligiga so'g'aqchilik selish bilan yaqin qillarda Amerikaning PKK, Daesh, FETÖ va Suriyadagi YPG PYD terrorist tashkilotlariga qarshi yordamda bo'lganligi bu haqiqat emas. Bu sababdan Turkiyaning andishisining va boshqa izlanishlarning Xitoy va Rossiya taraflariga burilayotganligi, lekin bu ikki davlatning Turkiyaga hargiz do'st bo'lolmaydiganligini suhbat jarayonida alohida ta'kidlab o'tdi. Amerika vakolatan bu hay'atning Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining bosh markazida ziyoratda bo'lishi va tashqi ishlar ministri Pompeoning 2 hafta burun Qozog'iston ziyoratida Xitoy zulmidan qochgan Sharq Turkistonlik musofirlarga dunyoning ega chiqishiga aloqador qilgan chaqiriqiga ko'pdan ko'p rahmat etdi. Suhbat yana Amerikaning Sharq Turkiston bilan munosabatlik bayonlaridan bo'lgan mamnuniyatlarini tilga oldi.
Ammo Sharq Turkiston masalasining hal bo'lishi uchun Turkiya va Amerikaning samimiy do'stlik o'rnatishining muhimligini qayd qildi. Chet eldagi bir qism virus mutaxassislari Xitoy tarqalayotgan Wuhan virusining Xitoy miqyosi bo'yicha 550 milliondan 650 million atrofida, ya'ni davlat nufusining 40%ni yuqumlantirishi mumkinligini mo'ljallamoqda. Tabiat jurnalida 18 fevral kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, hozir dunyoning o'xshamagan joylaridagi mushu soat tadqiqotchilari Xitoydagi bu yuqumning qachon eng yuqori pallaga chiqadiganligi va uning qancha kishini yuqumlantirish mumkinligi haqida tadqiqot olib berish orqali kasallik taqobil turish uchun kerakli lozimatliklarni oldin mo'ljallab, uningga tayyorlik qilishga harakat qilmoqda. Xabarda aytilishicha, statistika mutaxassisi Sebastian Funk bu vaqtda ilib borgan statistikasida Xitoydagi har bir yuqumlarning 1dan 4 nafargacha odamga yuqtirish ehtimolligini chiqish qilib, virusning Wuhan nufusining 10%ni, ya'ni 1 million atrofida kishini yuqumlantirish mumkinligini ilgari surgan. Biroq Yaponiya Hokkaido universitetining yuqumli kasalliklar mutaxassisi Hiroshi Nishora yuqoridagi sonni haddidan ziyoda umidvorlik deb baholagan. Uning qarashicha, Xitoydagi yuqum bu yil 3-oydan 5-oygacha bo'lgan oralikda eng yuqori pallaga chiqadigan bo'lib, u vaqtda har kuni 2 milliondan oshiq kishiga yuqumlanish diagnozi qo'yiladi ekan. Yig'ib aytganda, Xitoy bo'yicha 550 milliondan 650 million atrofida kishi yuqumlanadi ekan. Hong Kong universitetining yuqumli kasalliklar mutaxassisi Gabriel Young yuqoridagi bu sonliq ma'lumotni ehtimolga yaqin deb ko'rsatgan. Uning ko'rsatishicha, hozirgacha bu virusni tizginlash uchun e'linayotgan sayohat cheklamasi, karantin qilish qatorliq tadbirlarning haqiqatan ishga yaraydigan, yaramaydiganligi aniq emas ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, nurg'un tadqiqotchilar bunday tadbirlarni kasallik bilan yuqumlanishni tizginlayolmaydi deb qaraydi ekan. Aksicha, bunday tadbirlar faqat yuqumning yuqori pallaga chiqadigan vaqtini kechiktirish orqali zo'r sondagi kishining bir vaqt yuqumlanib kasal bo'lishini tizginlashga yaraydi ekan. Chunki yuqori palla vaqtida yuqumlanguvchi sonini imkon bor azaytmagan taqdirda zo'r sondagi kishida bir vaqt kasallik alomati ko'rilib, sahiya mulozimat sohasi yetishmay qolishi va natijada kishilarning davolanmay o'lib ketishini keltirib chiqaradi ekan. Xitoy doiralari hozirgacha yuqumlanguvchilar sonining 70 mingdan oshganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq nurg'un tadqiqotchilar Xitoydagi amaliy sonning buningdan ko'p ekanligini faraz qilmoqda. Türkiye Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hami Aksoy, Turkiyaning ba'zi Yevropa davlatlariga qarata vizani amaldan qoldirish qarori to'g'risidagi savollarga yozma shaklda javob qaytarib, Yevropa ittifoqi Schengen rayoni a'zolaridan Avstriya, Belgiya, Gollandiya, Ispaniya, Polsha qatorliq davlatlarning fuqarolari va Arab birlashma xalifaligi fuqarolari Turkiyani sayohat qilganda 2020-yil 2-martdan boshlab har qatimliq 180 kunda 90 kun vizasiz turish qaror qilinganligini bildirib, yuqorqi davlatlar bilan sayohatchilikni kuchaytirishning maqsad qilinganligini eskartdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.